alaykum aziz ustozlar, shoirlar, adabiyot islohmandlari va mushoira ishtirokchilari. Bugungi mushoiramizni O'zbekiston xalq shoiri, dilimizga yaqin, xalqimiz ardog'idagi buyuk ijodkor Muhammad Yusuf nomi bilan boshlasak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u o'z she'rlari bilan xalqimiz dardini birday kuylab o'tgan inson. Otamakonim, onajon o'lkam, O'zbekiston, jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zim haqqon, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sachragan chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'lig'imsan vatanim, shodon kunim gul o'tgan sen, nolon kunim yo'q o'tgan sen, yuzing bosib yuzimga singlim deymi onamni, ilig'imsan vatanim o'zingsan, sen shoxlari osmon tegib turgan chinorim o'zingsan. O'zingsan o'zimdek boshiga turgan ulug'imsan Mana mushoira ishtirokchilari, bugungi tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga rahmat.